Allatra delegatsiyasi 2024-yilning dekabr oyida Saudiya Arabistonida bo'lib o'tgan BMTning cho'llanishga qarshi kurash doiraviy konvensiyasi tomonlari konferensiyasining 16-sessiyasida ishtirok etdi. Ushbu tadbirda 20 mingdan ziyod ishtirokchilar yig'ildi. Shu jumladan dunyo liderlari, olimlar, biznes va fuqarolik jamiyati vakillari. Allatra vakillari cho'llanish, yerlarning degradatsiyasi va qurg'oqchilikka qarshi kurashga qaratilgan ilg'or texnologiyalarni va yondashuvlarni muhokama qilishga katta hissa qo'shdilar. Elis xonim, janob Muhammad, intervyu berishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Elis xonim, iltimos, o'zingizni tanishtirsangiz, siz kimsiz va nima bilan shug'ullanasiz? السلام عليكم ورحمة الله. أنا أليس لؤيم، مدرسة الشروق المتقدمة بالإحساء. أنا مخترعة ومبتكرة. U sizga salom beryapti. Uning ismi Elis Loey. U ixtirochi bo'lib, Al-Aqsadagi Al-Shuruq maktabida ta'lim olgan. Qanday qilib o'zingizda mana shu salohiyatni yoki ixtirochi bo'lish istagini kashf etdingiz? في بداية ما كنت أتخيل إن أنا بكون مخترعة أو مبتكرة يوم من الأيام، ولكن أنا كان عندي شغف في البحوث العلمية، لذلك شاركت في برنامج علوم البحثي وكتبت أول بحث لي هناك، كان قبل 2 سنين. Avvaliga menda ixtirochi yoki olim bo'lish salohiyati borligi hatto xayolimga ham kelmagan. Lekin 2 yil avval men Al-Ulum nomli ilmiy tadqiqot tanlovida ishtirok etdim. U yerda men o'zimning birinchi ilmiy ishimni yozdim. Biz siz bilan janob Muhammad orqali tanishdik. U siz havodan suv chiqara oladigan uskuna ixtiro qilganingiz haqida aytdi. Ha, to'g'ri. Men tomoshabinlarimizga uskunaning tafsilotlarini tushuntirib bermoqchi edim. Iltimos, qurilmaning qaysi qismi nimaga kerakligini ko'rsatib bersangiz. Hamma uning ichini ko'rishi uchun keling uni mana bu tomonga qaratib qo'yamiz. Xo'p, yaxshi. جهاز يعمل على الطاقة الشمسية، موصل ببطارية، موصل بمولد هواء. مولد الهواء راح يوصل الهواء المحمى بالماء إلى الأنبوب، راح تمسك مادة سيليكا الماء الموجود، راح أطلع الهواء ما أحتاجه، وهذا راح يكون في فترة المساء عشان نستغل ظاهرة الرطوبة بالليل. في الصباح بسبب ارتفاع درجة الحرارة راح يبدأ الماء إنه يتبخر لي ويصعد لي إلى الغرفة الهرمية، وراح ينزل لي ماء نقي بيور خالي من الشوائب. Qurilma quyosh energiyasida ishlaydi va bu energiya akkumulyatorni quvvatlantiradi. Akkumulyator ventilyatorni ishga tushiradi. U esa nam havoni silikagel joylashgan kameraga tortadi. Silikagel namlikni ushlab turadi. Tunda harorat tushganida namlik kondensatsiya qilinib, uchburchak kameraga ko'tariladi va u yerda toza ichimlik suviga aylanadi. Ushbu qurilmaning ishlab chiqarish quvvati qanaqa? Siz uni laboratoriyada, so'ngra esa tabiiy sharoitda cho'lda sinovdan o'tkazganingiz haqida aytgan edingiz. Siz qancha suv oldingiz? كان اللي هو استخراج المويه في المنطقتين كان مختلف، ولكن كان مختلف في المناطق اللي رطوبتها عالية، حيث حنا قدرنا نستخرج 10 لتر مويه، ولكن في الصحراء كانت نسبة المويه أقل بسبب أن الرطوبة كانت منخفضة، فاللي هو استخرجنا واستخلصنا 4 لتر مويه فقط في اليوم الواحد. Suv olish qurilmasining unumdorligi iqlim sharoitlariga bog'liq. Laboratoriyada qurilma 2 xil hudud sharoitida sinovdan o'tkazildi. Birinchi holatda yuqori namlik sharoitida qurilma 10 litr suv berdi. Keyin esa u qurilmani cho'l iqlimiga o'xshash sharoitda sinab ko'rdi. Bunday sharoitda namlik darajasi past bo'lgani sababli u atigi 4 litr suv olishga muvaffaq bo'ldi. Mana shu avtonom qurilma yordamida cho'lda 4 litr toza ichimlik suvi olindi. Bilishimcha, odam kuniga 2-3 litr suv ichish kerak, shundaymi? Ha, to'g'ri, kuniga 2-3 litr suv ichish kerak. 4 litr suv esa bitta odamga yetadi. Agar odamda shunday ko'chma qurilma bo'lsa, u cho'l sharoitida ham omon qola oladi. Iltimos, ushbu qurilmani Ar-Riyod va Saudiya Arabistoni hududlarida amaliy qo'llanilishi haqida ham ko'proq ma'lumot bersangiz. رؤيتي هي إن أحقق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تنمي بزراعة 40 مليار شجرة حول المملكة،
ورؤية إن ابتكاري هذا ما يكون بس مجرد موجود في الصحراء، راح يكون موجود في كل بيت، وراح أطوره عشان يخدم المجال العسكري عشان يطلع لهم الموية في جهاز أصغر ب5 ثواني. 2030-yilda Saudiya Arabistoni dasturi doirasida 40 million daraxt ekish rejalashtirilgan. Bu daraxtlarga suv kerak bo'ladi. Shu sababli u qishloq xo'jaligida ushbu qurilmadan foydalanib, ekish jarayonini samaraliroq qilishga umid qilyapti. Shuningdek, u ushbu qurilma faqat cho'l bilan cheklanib qolmasidan, har bir xonadonda ham bo'lishini va har bir odam sayyoramizga zarar yetkazmasdan toza suvdan bahramand bo'la olishini istaydi. Bundan tashqari, u ushbu qurilmani harbiy sohada ham qo'llash imkoniyatini ko'rib chiqyapti. Negaki uni og'ir iqlim sharoitlari hukm suradigan hududlarda qo'llab, bor yo'g'i 5 soniyada suv hosil qilish mumkin bo'ladi. Mashalloh, sharoitlar qanchalar og'ir bo'lsa, shunchalar ko'p suv olish mumkin bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ofarin. Rahmat. Agar sir bo'lmasa, tomoshabinlarimizga ishchi prototipni yig'ish sizga qanchaga tushganini ayta olasizmi? والبطارية الباتري كانت برضو 100 ريال. البطارية كانت ب30 ريال، وأعتقد الجهاز اللي أنا سويته أخذ مني حوالي 200 ريال. 200 يعني تقريبا 450. Uning aytishicha, quyosh paneli unga 100 realga tushgan. Bu taxminan 25 AQSh dollariga teng. Akkumulyator ham taxminan shuncha turadi. Ventilyator 30 Saudiya realiga tushgan. Bu 10 AQSh dollaridan ham kam. Qurilmani yig'ish 200 realga tushgan. Natijada qurilmaning umumiy tannarxi taxminan 430 Saudiya realini tashkil qildi. Bu esa taxminan 120 AQSh dollariga teng. Bizning tomoshabinlarimiz hozirning o'zidayoq parallellar o'tkaza olishadimi yo'qmi bilmayman. Chunki bu yerda COP16, COP29 va COP28 konferensiyalarida moliyalashtirish, mablag'larni yetishmasligi, pul yetishmasligi haqida juda ko'p gapirildi. Lekin bizda bitta odamni har kuni toza ichimlik suvi bilan ta'minlashi mumkin bo'lgan va bor yo'g'i 120 dollar turadigan qurilma bor. Shunday ekan, aziz tomoshabinlar, bizga yorug' kelajakni hadya qila oladigan texnologiyalar biz o'ylaganimizdan ham ancha arzon, yaqinroq va soddaroq. Ellis, siz nima deb o'ylaysiz? Agar sizning loyihangizni olib, uni milliy darajagacha kengaytirsak, shunda Saudiya Arabistoni butun suvni havodan ola olishi mumkinmi? Sizning qurilmangiz bilan buning iloji bormi? Va bu qanchalar yaxshi g'oya? الموضوع بصراحة عاجبني، وأنا أطمح إني أنا أوصل مو بس المحلي إلى العالمي، لأن الهواء كذا ما راح يخلص وبرخص لك جل فور فري. فأنا أشوف إن الموضوع راح يكون سهل إن أنا أوصل للعالمية بإذن الله. Uning aytishicha, u faqatgina mahalliy daraja bilan cheklanib qolmasdan, bu texnologiyani butun dunyo bo'ylab keng yoyishga intilyapti. Chunki havo bepul, silika gel esa bepul bo'lmasa ham, lekin juda arzon. Shuning uchun uning fikricha, bu loyihani biz o'zimizga tasavvur ham qila olmaydigan ko'lamda ro'yobga chiqarish mumkin. Mashalloh. Gap yo'q. Qoyil. Men tomoshabinlarimizga ko'rsatmoqchiman. Mana bu yerda ichida silika gel bor. Uni poyabzal qutisida topish mumkin. U deyarli hamma joyda bor. Bu esa quyosh paneli. Uning narxi 50 Saudiya reali. Bu esa taxminan Menimcha bu taxminan 100 real turadi. 25 dollardan kam. Ha, taxminan 25 dollar atrofida. Bu esa kompyuterdan olingan ventilyator. Bunday ventilyator har bir kompyuterda bor. Shunday qilib, har bir odam bu qurilmani qo'l ostidagi materiallardan yasashi mumkin. Va Ellis aytganiday,
Bu qurilmani amalda qo'llash doirasi nihoyatda keng. Undan qishloq xo'jaligida, bog'lardagi daraxtlarni sug'orishda foydalanish mumkin. Ushbu taqdimot uchun sizga katta rahmat. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, men juda aqlli deb hisoblaydigan tomoshabinlarimiz uchun bu fikrlash va harakat qilishni boshlash uchun yetarli deb o'ylayman. Ehtimol, sizning qurilmangizga havas qilib. Elis, necha yoshda bo'lishlaridan qat'iy nazar, 12 yoshdami yoki 80 yoshdami, bizning tomoshabinlarimizga murojaat qilishingizni iltimos qilmoqchiman. Nima narsa ularni BMTning iqlim o'zgarishiga va yerlarning cho'llanishiga qarshi olib borayotgan kurashida ishtirok etishga ilhomlantirishi mumkin. عندنا المؤتمرات العالمية اللي عملت عليها العالم مثل كوبا 16 ومؤتمرات غيرها الكثير قاعد تساعد الطلبة إنهم يبدعون ويحضرون هذه المؤتمرات عشان يعيشون الجو وإنهم يقدمون ابتكاراتهم وحلولهم واقتراحاتهم. فأنا أرى إن الكلمة اللي أنا مستعدة أوجهها للطلاب إنهم ما يخافون وإنهم يسعون للفرصة وما يخافون يقدمون الحل اللي عندهم، بالعكس يشاركونه للعالم كله، يمكن هو يفيد. Uning so'zlariga ko'ra, COP16 kabi global forumlar hammamiz uchun o'z g'oyalarimiz bilan bo'lishishimiz mumkin bo'lgan nihoyatda qimmatli resurslar. U ayniqsa talabalarga murojaat qilyapti va g'oyalaringiz bilan baham ko'rishdan qo'rqmang, chunki ular bizning keyingi muammolarimizning yechimi bo'lishi mumkin deyapti. Katta rahmat. Sizning so'zlaringiz bilan ilhomlangan tomoshabinlarimizning har biri ushbu harakatga qo'shiladi deb umid qilaman. Katta rahmat. Janob Umar, katta rahmat. Sizning jamoangiz loyihangiz haqida gapirib berishga ulgurdi. Iltimos tomoshabinlarimizga o'zingizni tanishtirsangiz, kimsiz va nima bilan shug'ullanasiz? Albatta. Avvalambor ushbu imkoniyat uchun sizga katta rahmat, Sergey. Mening ismim Umar Al-Muhammad. Men Riyadh Geoscience Society tashkilotining asoschilaridan biri va ushbu ko'ngillilar jamoasining prezidentiman. COP16 konferensiyasiga biz geofanlar sohasidagi ishlanmalarimizni va to'plagan bilimlarimizni taqdim etish uchun keldik. Ushbu ko'rgazma doirasida biz asosiy e'tiborimizni bitta muhim masalaga qaratdik. Agar men istalgan odamdan yerning cho'llanishi va iqlim o'zgarishining asosiy sababi nima deb so'rasam, u nima deb javob beradi? U bu inson faoliyati va boshqa omillar bilan bog'liq deydi. Ammo biz bu asosiy sabablardan biri bo'lishiga qaramay, geologik jarayonlar kabi boshqa tomonlari ham borligini ta'kidlash uchun bu yerga keldik. Misol uchun, ma'lum bir hududda zilzila sodir bo'lganida, u binolarni vayron qilib, bevosita zarar yetishiga sabab bo'lishi mumkin. Ammo bu o'z ortidan tuproq degradatsiyasi va yer qobig'idagi o'zgarishlar kabi bir qator voqealar zanjirini keltirib chiqishi va ushbu hududda o'simliklarni yetishtirishda muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Bu yana bir muhim omil. Yoki boshqa misol, biror bir joyda vulqon otilganida u hamma narsani yoqib va eritib yuboradi. Ammo ushbu otilishdan 20 yoki 30 yil o'tgach, ko'pincha tuproq sifati yer qa'ridan otilib chiqqan tog' jinslariga qaramay, sezilarli darajada yaxshilanadi. Ha, siz gapirayotgan narsalar juda qiziq. Men bu narsa haqida hech qachon o'ylamagan ekanman. Ya'ni siz zilzila sodir bo'lganda yer silkinadi va bu tuproqning tuzilishini o'zgartiradi demoqchisiz, to'g'rimi? Sizning gapingizga ko'ra, tuproq juda yumshoq bo'lib qoladi. Mohiyatiga qaraydigan bo'lsak, zilzila tuproqning kimyoviy va mineral tarkibini o'zgartiradi. Shuningdek, u ehtimol tuproqdagi chuvalchanglarni va boshqa hasharotlarni ham yo'q qilib, uning unumdorligini kamaytirishi yoki hatto cho'llanishga ham olib kelishi mumkin, to'g'rimi? Ma'lum bir joyda zilzila sodir bo'lganida, u bevosita tuproqdagi minerallarga ta'sir qilmaydi. Biroq u yer qobig'ining litsifikatsiyasiga yoki zichlanishiga ta'sir qiladi. U tuproqni yanada zich qiladi.
Misol uchun, hayotda siz baland binolar bir joyda to'planganini ko'rishingiz mumkin va bu tog' jinsining litifikatsiyasi yoki qattiqligi ma'lum bir joyda qancha bino qurish mumkinligiga ta'sir qilishi bilan bog'liq. Bularning barchasi o'simliklarni yetishtirishga va siz nimani istashingizga qarab, yerdan umuman olganda qanday foydalanishga ta'sir qiladi. Bu juda qiziq. Ehtimol, tomoshabinlarimizga o'zaro bog'liqlikni ko'rish foydali bo'ladi. Axir turli mintaqalardagi ko'plab orollarda odamlar xavfga qaramay ko'pincha vulqonlar yonida yashaydi. Lekin siz aytganingizdek, vulqon otilishi to'xtaganidan keyin tuproq juda unumli bo'lib qoladi. Afsus, biz hozir ko'plab vulqonlarning faollashishi davrida yashayapmiz va ko'p odamlar xavfga qaramay o'z uylarini tark etishni istashmayapti. Xuddi shunday. Sal avval biz Ellis xonim bilan suhbatlashdik. U havodan suv oladigan, ya'ni namlikni yig'ib, uni kondensatsiya qiladigan va suvga aylantiradigan qurilma yaratdi. Bu juda arzon qurilma. Siz atmosfera suvi generatorlari haqida va ular geofanlarda, ya'ni cho'llanish va yerlarning degradatsiyasiga qarshi kurashda qanday yordam berishi mumkinligi haqida nima deb o'ylaysiz? Albatta, Ellis xonim o'z innovatsiyasini ishlab chiqqanidan so'ng bizga qo'shildi va bizdan o'z qurilmasini taqdim etishga imkoniyat berishimizni so'radi. Men u yaratgan qurilmani ko'rdim. Atmosferadan namlikni yig'ib, uni toza ichimlik suviga aylantiradigan ko'plab konsepsiyalar mavjud. Lekin u e'tibor qaratgan asosiy narsalardan biri bu eng avvalo qurilmaning arzonligi va uni yasash osonligi. Bu uning innovatsiyasini haqiqatdan ham betakror qiladi. Siz hozirgina, agar Xudo xohlasa, Saudiya Arabistonining Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tayotgan COP16 tub burilish nuqta bo'lishiga umid qilayotganingizni aytdingiz. Bu tadbirni moliya va yechimlarga qaratilgan COP29 davom ettiradi. Aziz tomoshabinlar, mana shuning o'zi yechim. Ellis xonim aytganidek, uning qurilmasi bor yo'g'i $100 turadi va uni ko'paytirish mumkin. Biz qayta ishlatiladigan materiallardan foydalanishimiz mumkin. Axir ular baribir tashlab yuboriladi. Agar hamkorlik qilsak, biz birgalikda ko'p ishlarni amalga oshirishimiz mumkin. Saudiya Arabistoniga, Ar-Riyodga va BMTga ushbu ajoyib tadbir uchun katta rahmat. Janob Umar, tomoshabinlarimizning ko'pchiligi hali ham, axir men bor yo'g'i kichkina bir odam bo'lsam. Janob Umar, geofizika sohasidagi olimlar va ko'ngillilar kabi juda ko'p aqlli odamlar bor. Ular juda ko'p ish qilishyapti deb o'ylayotgan bo'lishlari mumkin. Siz nima motivatsiya taklif qilasiz? Hali ham nimadan boshlashni bilmayotganlar harakat qilishni boshlashlari uchun siz nima maslahat berasiz? Birinchidan, qaysi sohada bo'lishingizdan qat'iy nazar, u sohadagi bilimlar hech qachon to'liq bo'lmaydi. Har doim yetishmayotgan bilimlar bo'ladi. Men ko'ngillilar jamoasini tashkil qilganimda, u juda kichik bo'lgan. Biz bor yo'g'i 3 yoki 4 kishi edik. Bizda hech qanday mablag' ham, hech qanday yordam ham bo'lmagan. Hatto o'zimizning universitetlarimizdan ham. Lekin biz o'z yo'limizdan qaytmadik va bugun shu yerda COP16ning ko'k va yashil zonalari kabi eng muhim sektorlardan biridamiz. Shunday ekan, to'xtamang. O'z yo'lingizni topishga harakat qiling. Qiyinmi, osonmi, bor shijoatingiz bilan harakat qiling. Qo'lingizdan kelgan hamma ishni qiling. Stiv Jobs ham bir paytlar o'z ishini garajda boshlagan. Janob Umar, Xudo o'zi sizni qo'llab-quvvatlasin. Katta rahmat. Aslida biz COP16da boshladik. Xudo xohlasa natijalari juda yaxshi bo'ladi, chunki bu narsa butun insoniyat uchun kerak. Gap o'zimizning va farzandlarimizning kelajagi haqida. Xudo o'zi qo'llab-quvvatlasin. Katta rahmat, Sergey.